Assalamu alaykum, programmamizning ixlosmand ko'ruvchilarga ko'rayotganinglar Ashpaz film ishlash guruhi suratga olgan kunda yangitan programmasi. Mushu munosabatda har qaysinglar bilan ekran orqali yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men programma riyosatchisi Sharvana Musa. Kunda yangitan programmasi har qaysinglar uchun har sonimizda alohida bir taomlarni tanishtirib kelayotgan edik. Mushu sonimizdami o'xshashla alohida bir taom tayyorladik. Bu taom zodi qanday taomdi? Buning jarayoniga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Aziz diyorimizda qurilgan Anfal yemeklik pishiqlab ishlash zavodi tayyorlangan mahsulotlar shubidan xoli bo'lib, xalqimizga tövandagi mahsulotlarni sundik. G'ayri tarkiblar ketilmagan, hayvonot so'nki aralashtirilmagan Anfal tetib bo'lsin. O'zimizdan qo'lda zabiy qilingan to'xu kalı go'shi xom material qilingan Anfal to'xu tam tetib bo'lsin. Sap açlık ve köydürülgen şekerden yasalgan Anfal temmiyi, hayvanat tükü aralashtirilmagan solyov talasıdan yasalgan Anfal çotkisi. Mahsulatımızda xotirjam iste'mol qilib, sizni shu biydan xoli qilish bizning nishonimiz. Assalomu alaykum Mutalibjon ustam. Va alaykum assalom. Bugungi kunda yangidan programmamizga kelganingizda qizg'in qarshi olamiz. Bugungi programmamizga qanday bir taomning etilish jarayonini tanishtirib o'tmoqchisiz? Men bugungi programmaga qurg'oq ochiq qo'rilgan samovar qo'rimizini tanishtirib o'tmoqchi. Va nima yaxshi, men qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga bakla amroq mening do'stlarim ham shundaq. Undaqda bugungi programmadagi mushu tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan taomga ketadigan xam materiallarni bir tanishtirib o'tsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Buning materiali temir tirpi, go'sht, o'pka, bosh yugurisi, qiza, mayliq yesilak, ko'kmoch, qariq quloq, gumbumadak, rak, baranga, tatliq yong'yu, yer yanqi qatorliqlar. Mushularmi? Buningga yana o'zimizning ehtiyoji bo'yicha yana o'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ktatlardan, xam materiallardan qo'shsaqmi bo'lamdi? Bo'ladi, o'zingiz yoqtiradigan ko'ktat turlari va go'sht turlarini qo'shib, mush usulda qo'risangiz yoki iste'mol qilsangiz bo'ladi. Undaqda bugungi programmadagi mushu tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan taomga ketadigan tam qo'rishlarini bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Bunun tam qo'rishlari samsaq, zanjivil, g'o'l piyoz, ko'k piyoz, tetitqulari, tuz, tetitqu, to'xtam javhari, oq shakar, qavovchin, qoqmuch, kunjut, yog'much qiyomi. Mushularmi? Mutalibjon ustam, qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga ketadigan xam materiallar shunaqla tam qo'rishlari bilan tanishib o'tdik. Endi qo'rishni boshlasak bo'lamdi? Yo'q, hozir go'sht ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilamiz. Endi hozir go'shtni to'g'rab boshlaymiz. Go'shtni yo'qlab to'g'raymiz. Yalpaqlab to'g'ramdiq? Yalpaqlab to'g'raymiz. O'pkini to'g'rab oldik. O'pkini yalpaqlab to'g'ramdiq? Endi yurakni azroq pishish uchun qo'siq tarafni azroq yeritamiz. Masalan, bu o'pka deymiz, go'sht deymiz, mushuning o'rniga boshqa materiallarni ishlatsak bo'ladi, masalan, uy qushlari, to'xu go'shti, o'rdak go'shti yoki beliq go'shti degandek boshqa go'shtlarni aralashtirsak bo'lamdi? Bo'ldi. Qizni shunday yalpaqlab to'g'ramdiq? Ya, qizni 4 joz to'g'raymiz, shu shaklda. Qizni o'pkani yerib, shu shaklda to'g'rasak bo'ldi. Ko'rkam chiqadi ekan. Endi ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qildik. Ammo xamir tirpini yo'qlaqqa to'g'raymiz. Mayliq yeselakning o'rniga masalan palak, karabsha yoki katran degandek boshqa ko'ktatlarni qo'shsaqmi bo'lamdi? Bo'ldi. Unda pomidorni-chi? Yo'q, pomidor qo'shsak bo'lmaydi, chunki bu quraq qo'rilgan qo'rim bo'lganligi uchun. Suv ichib qolganda? Tushundim. Endi barangni to'g'rab oldik. Barangni yo'qlab to'g'raymiz. Yana o'xshash usuldami? Chunki asayani go'sht maslahatlar uchun. Agarda bunda qilishni yoqtirmasa, tiyoq qilib to'g'risi bo'ldi. Qalamchi qilibmi? Endi tatliqni barangga o'xshash to'g'rab olamiz. Buni yalpaqlab to'g'ramdiq. Qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga
go'sht turidan, shundaqla ko'ktatlardan o'zimiz xalqan, yaxshi ko'radigan turlarni aralashtirib qo'rsakmi bo'ladi ekanda? Ha, bo'ldi. Zencefil va samsaqlarni mushundaq to'g'ramdiq yoki buni ushoq to'g'risaqmi bo'lamdi? Bo'ldi, o'sha to'g'risak shuncha yaxshi. Materiallarni bir-bir to'g'rab bo'ldik, endi qo'rsak bo'ldi. Maxsus tatbiq bo'lgan qiyam yog'mishni tayyor olamiz. Ha. Buni qanday tayyorlaymiz? Bunga qo'shib may qo'yib, mayda samsak, zencefil, qo'l piyoz, kavalchin, qaqmosh, ani qo'rib. Malani qo'rib tayyor qilganimizda qozon may qo'yamdi qundaqda? May qo'yamiz. Yarim cho'mich may qo'ysak bo'ldi. Ha. Yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Kunda yangidan programmamizni Ehson yaqinchiligi yurishlik maylari bilan, shundaqla qaydo sherikti yurishlik tam tetqiqlar bilan ta'minlagan programmamizni qo'llagan o'rlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Mayma arada qizib qopdi. Avval boshlab kavalchinni atrof olamiz. Avval kavalchin solamdiq. Keyin qaqmosh solamiz. Boshqasi piyozni soldik. Ha. Keyin samsak soldik. Keyin zencefilni soldik. Qo'rg'ondan keyin qayda Qizilmish qiyam solamdiq. Qiyamdan bir qo'shiq soldik. Bir qo'shiq. Bu piyazdan bulan qanchalik qo'rimiz, sarg'ayg'ich qo'rimliq yoki turuq chiqchi qo'rimliq? Turuq chiqdi. Toprak çıkanıydı, azrak köpeğimiz çok uzak su azrak kaynağı için kadar bana tabii çalıştırdı. Bu çiftçinin araratı yağmıyor kaydı. Önce azrak çok yok. Azrak suğuran, çıkkoş su olsa. Ish qo'shgan qilmoq buni. Bunaqa bu suv qo'yishdagi maqsadimiz qo'ysak parg'ayilinib yana tugab ketadigan-ku, so'mish qurishlarning ta'mini texnik yaxshi chiqarish uchunmi? Korumsuzluk yağmur tayyor bulup kaptı, bunu eritip Qachga yetdingizmi? Endi bununla go'shtni yog'dan dag'lab o'tkazib olamiz, go'shtni yani. Ha, go'shtlarni maydan o'tkazamdiq. Asas pishirib olamiz go'sh. Ha, tushundim. Mayni olay. 3 cho'mich miqdorida may qo'yamiz. 3 cho'mich. Yetarli bo'ldi ya. Yetarli bo'ldi. Endi may qizgandan keyin tekislik yağdan dağılap ötküzüp pişirimiz. Mayma kızıp kaptı, endi go'shtlarni sevib. Mayning qiziqarligini qanday bilamiz? Qo'limizni qapasak, qiziq hararat urildi. Xuddi qo'limiz kuydigandek. Ha, his qildim. Endi go'shtni sevib. Bu endi gango ro'qaliq keyin mana qatiyamni tashlab tushirib beramiz. Qatiyamni berangmi? Ha, sana bir yo'qadi. Ha. Odatda, masalan, uyda qo'rg'a vaqtda go'shtning keyindan ham churuk ham yeyishlik bo'lsin deb tuz selib etamiz. Mana keyindan tuz solmaymizmi, solmaymizmi? Yo'q, bu yog'ning dag'lig'ini uchun men tuz solmaymiz. Qo'rimni qo'rg'a vaqtda qo'rqa vaqtimiz. Mana faqat yog'ni dag'lab pishiramiz. Ha, tushundim. Qanchalik vaqt dag'lasak bo'ladi? Odatda shu barangini go'sht pishib bo'ldi. Barangini bunday qilib olsak, chunki o'tib o'tsa, pishgan bo'ladi. Ma'lum darajada pishgandan keyin yoki sarg'ayga o'tadiganlikmi? Sarg'ayga o'tmaymiz aqchani. Endi marakni solamiz. Marak asal pishirgan uchun bo'ldi, tasaq qo'yib.
Asası Hem süzsek bulam bu. Süzsek oldu. Ayladım qo'rg'a vaqtda mushu darajada sarg'aytsak bo'lamdi. To'g'ri. Endi men ko'chtirdim, yerda o'ynash qilib o'tirishlik bir masala va o'tga pishib material olganlik uchun buni yoqsamsak bo'ldi. Qo'rg'ab atib bo'ldi. Qo'rish jarayonida salamdiq. Endi ko'katlarni suvda o'tkazib pishirib olamiz. Ko'katlarni suvda pishirdik ekanmiz-da. Endi qozonga suv qo'yamdiq. Qozonga 4 chumchuq miqdorida suv qo'yib, ko'katlarni pishirib olamiz. Bo'ldi, suv olay. Mushu yetarlik bo'ldimi? Bo'ldi, yetarli bo'ldi. Suvmi qaynab qopti, endi ko'katlarni salamizmi? Ko'katlarni hasab bo'ldi. Ko'katlarni rattatib bo'ysamsak bo'lmaydi. Ko'katlarni. Avval qaysini salamiz? Avval gummadakni salamiz. Gummadak ta'sirga pishiradi. Nima uchun? Chunki bu boshqalar, masalan, ko'kmuch, ma'murni odatda xamiga bo'ldi. Ha, qara qayrin quloq qatorliqlarni. Ha. Shuni boshida u bilan qaynagandan keyin mayda itida salamiz. Endi ko'kmuchdan boshqani sasak bo'ldi. Ko'kmuchdan boshqalarni? Ko'kmuchni solmaymiz. Ko'kmuchni qoriydigan vaqt solamiz. Ha. Ma'lum mashhurisiz bo'ldi. Mashhurisiz suv salamdiq. Buncha qanchalik qaynatamiz? 3 minutdan 5 minutda. Ko'katlar masalan pishib qopti. Endi asosan suzib oldik. Ko'katlarni pishirib tayyor qilib oldik. Endi rasmiy qo'rishni boshlab ketamdiq. Boshlasak bo'ldi. Endi bunga yarim chumchuq atrofida may qilib olamiz. May qo'yamdiq. O'sha yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Endi qo'rishni boshlasak bo'ldi. Ha. Dastlab tayyorlab olgan quruq qozon qo'rimizniki yog'mush qiyamini qozonga to'gib. Avval aqmaslab tayyorlab olgan tetquni qo'ydik ekanmiz-da. Qozonga to'gib. Endi go'sht Mayda o'tkazib olgan go'sht turdiklarini salamizmi? O'tga qiziq qatorliqlarni biroqli sevtamdiq. Shundoq mezlik puroq chiqdi. Buni qanchalik vaqt atrofida qo'yamiz? buni tushunib da atrofga qo'rg'animiz uchun qaytib qilamiz. Endi tandir buni safar bo'ldi. Tandir qo'llardan qaysilarini salamiz avval? Bunga tuz bilan bir bal qo'shib. Tezqo'dan bir bal. To'xtan jawhar tutishdan yarim bal qo'yamiz. Yarim qo'shiq. Oqshakardan bir qo'shiq. Shakarmi salamdiq? Şeker sağlamlığında bu korunma asasdaki açıklık için mana bir xil o'zishdan chiqadi. Bunu biroz qo'rg'andan keyin yog'much qiyamidan bir qo'shib solamiz. Ashu yetarlikmi? Yetarli. Asosan pishibmi qoldimi, nima jeb mezlik so'rab ketdik. Hozirda pishib qoldi. Endi bu yerda mana bir asqarishni qo'yib qo'ysam, Ha.
Bu asas kurak kazan kalmış bolgan keyin asası bunga su koymaydi. Lekin gayet sımartıyoruz. Bak yağlık bolsa işini yaptırmaydı. Yaptırmagan avalasına yarım kilo etrafı su koyup Muvaffaq miqdorda suv quymiz, azroq. azroq su koyup bizden ko'rib qo'ysak qishdan bolgan ishni olib olamiz. Bu yaxshi usul ekan. Endi juda tetik qo'llardan yana qaysilarini solamiz yoki mushular bo'ldimi? Ulardan bo'ldi. Endi qo'rqindim tayyor bo'ldi, endi qachon usul. Bo'ldi. Qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rmisining mezlik purqi ishtining rostla bekda ichidi ekan jum. Bekda o'xshaganda qiladi. Rasulbek o'xshabdi. Endi bunun tepiga ma yer yanqada rasat qo'yamiz. Ma bu mayliq bog'liq uchun, ma bu issiqni deydi. Yer yanqimi? Ha. Endi ma bu ko'p piyozni rasat qo'yamiz. Endi ma kunjutdin. Tata. Bu qurg'oq qozon samovar qo'rmisining mezlik purqi faqat qilib turaman, birini tetib baqsam bo'lamdi. Rasulbek o'xshabdi. Mana qisqagina vaqtning ichida shunchalik o'xshagan qurg'oq qozon samovar qo'rmisini tayyor qilib oldik. Mushu qurg'oq qozon samovar qo'rmisining etilish usulini tunishtirib qo'yganligingiz uchun kunda yangi ta'm programmasidagi barliq xodimlar nomidan sizga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizlarga ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan bugungi kunda yangidan programmamiz oxirlashib qopti. Ishonamizki, kunda yangi ta'm programmasi dangliq ustamlarning qo'li orqali sizga eng yuqori mahoratlarni ko'z oldingizda namoyon qilg'usi, shundaqla dasturxoningizga texmo rangbar tus qo'shqisi. Texmo ko'p shundaqla texmo yangi tamoqlarning etilish usuliga qiziqamsiz, undaqda oshpaz to'rimizga marhamat qiling. To'r adresimiz 3w.chekit.ashpaz.chekit.com. Riyasatchi do'stlar Sharvana Musa bilan kunda yangi ta'm programmasidagi barliq xodimlar sizlar uchun har qatimda yana o'xshashlar sarxil eng yangi mazmunlarni sizlarga tayyorlash uchun xizmatda bo'ladi. Undaqda programmamizning keyingi sonlariga diqqatinglarni ag'dirishni unutib qolmaysizlar. Keyingi son programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.